Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Kunlaringiz xayrli va barakatli o'tishini tilagan holda Jetur Buxoro avtosalonida azizlar yangiliklar kutilmoqda. Endilikda Jetur rasmiy dillerida Jetur Tigr avtomashinasi azizlar nima deyapti? Ko'rinishini qaranglar. Buni nima deyapti? Bu mashina o'zgacha ko'rinishda. Mana bu farlar ham o'sha Tigrniki T2 dan ancha boshqacharoq chiqarishibdi. Dizayni ham o'zgacha. Kattaligi o'sha T2nikida почти bir xil ekan. Ozgina sal ozgina farq qilishi mumkin, lekin balandligi bir xil, eni bir xil. Xo'p, bunda har xil komplektatsiya bilan chiqar ekan. Bu ham 3 xil, 4 xil komplektatsiyalar bo'lar ekan. 18 mexki balon bilan. Salonlari ham T2 da, rullari ham ko'rishlaringiz mumkin. O'zi yopiq. Lekin maslaga T1 ga qiziqayotganlar uchun ko'rsatib beryapman. Mana orqalaridan ko'rinishasizlar. Tigr avtomashinasi agarda kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, bemalol pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, telefon qilib, savol-javoblaringiz bo'lsa bemalol o'zi sotuv ham yaqinda, xudo xolasa noyabr bo'lsa dekabr oyidan sotuvlari ham boshlanib ketadi azizlar. Tigrning ham ranglari o'zgacha, har xil ranglardan kiradi. Hammalaringizni azizlar avtosalonimizda kutib qolamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Yangiliklarning bombasi mana kanalimda bo'ladi.